Assalomu hurmatli jamoat. Men sizlarga hozir mozorda bitta ko'rib qoldim. Shuni sizlarga bilib beraychi. Qovoqda bu dori. Nelarga dori eja bu? Polni aytib qo'yingchi ma'lumot. Buyruq. Tosh bo'lsa buyruqda. Shuni ham tekshiradi bu. Hozir o'zbeklar sap ketdi-ku. Chaqiluvchi beradi ekanda, ana shu tushiradi ekanda. Buyruq degan bu chayga qo'shib ichadi o'shanda. Yo'q, o'zini qaynatadi ekan, manda kelib turib. İçine vurup var ya, vuruğunu çıkarttı, ona çaynaga salıp. Anan, şol buyruq menen. Putka. Ne dedi dağı? Buyruqda taşla, buyruq. Qanday derdi? Ap ketdi da o'zbeklar o'zi bilib o'zlari. Bu qancha so'mdan eja bu? İki tasak 60 ele bere veresin. Ekoga va? Ekoga 60 so'm. Arzon ekan biroqchi. Yo'q, dar ekan, ha? Qayerdan olib keldingizmi? Qayragash deb qo'yamiz buni. Nokatga yaqin ele. Bu tezde. Ondan bir nokatlık bana varıp kaldı. Ondan bağlaşıp sen bitti şuradan aparıp verdi bana sizge padarken dedi. Ondan kartışka ekemiz de tam arkada. Kartışkanın içine düşüp alıp bir tüp pöktegen eken bir 20-30 pöktegen şuradan. Bir tüp. Ermegen bu. Nasıl mı? Kavak. Qovoqlar ekan, to'g'onlar. Mena bosh qovoq deydi. Sizlarga ushul ejalarning nomerini olib berayin unda. Sizlarga qaynatib turib, janga chaynaka. Ichida urug'ini olib tashladi. Bu aka ichaversa bo'laveradi ekan. Bu akaga dag'i bola toza o'g'ini yerda aytib berdi-da jang. Bu akaga dag'i birov bergan ekan, bir o'zbek bola, dari deb. Ana bular egishgan ekan, shudan bir 60 ga yaqin bo'lgan ekan. O'zlari shu dog' sotqa chiqarib tur. Deme, tutqanda bo'ladi ekan. Hozir shu ekan nomini olib berayin sizlarga. Sizlarga kerak bo'lmasa, guruh tashlab turib chaynaka solib, chalib olib ketingizlar. Ichaversa bo'ladi. Buyruq, putoru, boshqa zor bor ketaveradi-da o'zi. Chiqadi jangni chaynaka. Chaynakdan quyvanani ichaversa bo'laveradi. Kerak. İşte qancha? Ikkitasi 60 ele deb qo'ydi. Yenlik bo'lsa ham bo'ladi. Urug'ini olib tashlab turiblar, chaynaga solib. Yo'q bo'ladi. Buyruq sayroq ko'tarib, Buyruq putada keladi. Nomeringiz bormi, telefon nomeringizni? Joz olayli. Menimda. Ha. Aka sizlarga telefon nomerini olib berayin. 072 bilan 70 86 94. Beldan keyin ega o'zda Qo'ylik so'mlarni berib o'taman. Shu nomerga chalib baylanishingizlar. Kimda onu biz ham darekan bir bola aytib to'g'risi shu ejalarga chalib kelasa. Baylanishib, to'liq ma'lumotni berib olingizlar. Bilganda jangida bileti geliyorsun. Sonra bayanda.